modellarni dasturida bor. iPhone bilan Samsungga umuman nom qolmadi. Mana qarasanglar-chi, 15 Pro Max. Dizaynidan ham ko'rsa bo'ladi. Mana yonlarining o'zi iPhone 15 Pro Max o'zi. Telefonni narxini videoning oxirida aytib o'taman. Shokka tushib qolmasangiz bo'ldi. Mana brendi bizda uncha odam bilmaydi, lekin Rossiyada juda ham mashhur brendlardan bittasi hisoblanadi. Kamerasiga alohida baho berib qo'yasizlar. Ikki xil xotirada ishlab chiqarilgan 128 va 64 GB xotiralari mavjud. Kino kliplari bemalol mazax ko'rsanglar bo'ladi. Ekranlari ham ancha kattagina. Bu modelni arzonchi Samsung Redmi'larni bozordan surib chiqarib yuboryapti desa ham bo'ladi. Internet tortish tezliklari ham juda ham zo'r. Batareykasi 5075 mAh. Ranglariga baho berasizlar. Gold va temniy siniy ranglarda ishlab chiqarilgan. Desam ishonmaysiz, komplektidan zaryadchik, naushnik, chexol, даже stiklolarigacha ham chiqar ekan. Telefonning narxi atigi $89. Tasavvur qilasizmi? Bu pulga bir oyda lavash-pavash ham yevorsangiz bo'ladi.